Assalomu alaykum aziz bizni ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa YouTube kanalida kuzatib borayotgan obunachi va kuzatuvchilarimiz. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi Xo'ja Mayxona ulug' bir ziyoratgohni oldida men Jo'ra buvamni 92 yoshli Jo'ra bobomni ko'rib turibman. Nuroniy otaxonimizni o'qituvchi bo'lib, xalqimizga ilm ulashib, yoshlarimizga bilim berganlar. Men doim qayerda bo'lmayin, mana shunday otaxonlarimni duosini olib kelaman. Jo'ra buvajon, Surxondaryo viloyati Angor tumanidanman dediz-a? Angor tumandanlar Jo'ra buvamiz 92 yoshga kirib 100 ga qarab ketyaptilar. Buvajon bitta duo bering. Ilohomin. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bugun Allohning taqdir taqozosi bilan duo beryapman. Men Surxondaryo viloyati Angor tumanining Zartepan mahallasidan kasbim, oilamizdan o'qituvchi. Ziyoli. Ilohim mana 90 yoshga kirib hali ham yigitday bo'lib mana ziyoratgoh Xo'ja Mayxona ziyoratgohiga kelib ziyorat qilyapmiz. Mana birodarlar bilan uchrashamiz. Ilohim meni mana aytadigan gapim yurtboshimizni boshlari omon bo'lsin. Rizqlari butun bo'lsin. Doim O'zbekistonni madaniyati, obodonchiligi, xalqparvarligi davom etsin. O'zbekistonni dunyoga tanitadigan davlat qatoriga ko'tarilishida Allohim mana yurtboshimizga kuch-quvvat bersin. 100 yoshga kirsinlar yurtboshimiz. Men doim 5 vaqti namozda oxiriga duo qilaman xalqimizga, yurtboshimizni qilayotgan ishlarini duo qilib boraman. Sizlar ham mana menga o'xshab tetikkina 100 yoshga kirib, olib baxtli bo'lingizlar. Vatanimizning kelajagi uchun charchamay, qolmay xizmat qiling. Allohim sizlarga ham kuch-quvvat bersin. 100 yoshga kiringizlar. Amin. Barchalarimiz yuzlarga kirib mana shunday joyga ziyorat qilaylik. Buvajon sog' bo'ling. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Rahmat buvajon. Alloh umringizni uzoq qilsin. Xursand bo'ldim ko'rib. Umringiz uzoq bo'lsin. Duolaringizni eslang namozlarda. Sog' bo'ling. Mayli buvajon.